Andijonlik qizlarimiz inan birinchi kundan ustanovkaga chiqdilar. Qizlar nechik o'rganishlar xarizmchasini? Kutganimizdan ham a'lo, juda ham chiroyli, oson. Kelgan opa o'zi telefonda ham, SMSda ham qanday bo'lsa, kelganimiz ham xuddi shunday. Biz xursandmiz. O'rganinglar, samimiy savollar ekan, bizga yoqdi. Nimalar o'rgandinglar birinchi kundan? Birinchi kundan ustanovkaga chiqdik. Tanishdik. Tanishdik. Ishni o'rganyapmiz. Eng muhimi ilish. Shuni joylamaslik, xudo xolasa, juda go'zal narsalar chiqyapti. Omadlaringizni bersin qizlar. Sarvinoz, nechik o'rganishlar? Zo'r. Nima o'rgantirsan? Birinchi bo'lib ustoz sizdan klient bilan muomala etishni, keyin nechik o'ya, nechik parda tikishni, nechik fasollarni tanlashni, keyin shu fasollarni sxemalarini hammasini o'rganibman. Rahmat baribir uchun o'rgatib turgan fasollar hammasi uchun rahmat. Sana ham rahmat. Men sana ishonaman. Şuraya gelip bekar bilmezden internette oturmayın. Şuraya gelip o'rganishni tavsiya etaman. Sinfdoshlarim, kursdoshlarim ham sizni kuzatadilar. Meni kuzatadilar. Молодец. Omadingni bersin. Rahmat. Katta pardachi bo'lib ket. Hammang ham qizlar. Majidan nechik o'rganishlar? Hammasi zo'r sarorat ko'rsiz, sxemalar ham ne sodda, hammasini sodda. Tayyormisan xalqning xizmatini? O'sha pardalar tikishga tayyormisan? Молодец. Rahmatga nima o'rgantirsiz? Ko'p narsalarni o'rgandim ustoz, rahmat. Hamma narsa oddiy, samimiy, darslar ham zo'r bo'lib turibdi. Bize ko'pisi qarsa oladi darsni, ko'pisi bitta tushunmas qolsa savollarni beringlar deydi ustoz. Berasiz. Hammasini samimiy, sabr bilan tushuntirishingiz yoqadi. Zo'r bo'lib turibdi. Rahmat hammasi uchun. Hammani yurakdan chiqib turgan gaplar, ichimizda o'rgangan narsalarimiz dum ko'p. Aytsak, naya sig'masligi mumkin. Rahmat sizga hammasi uchun. Sizga rahmat. Assalomu alaykum, Lenosh pardalarini obunachilari, yaxshimisizlar, harmonlar. 5-potokimizni bitiradigan qizlarni dars jarayonlari bo'lib turibdi. Sxemalarni nechik o'zlashtirib olib turganlarini hozir har bir qizni отдельный istoriyada fikrlarini bilib o'tamiz. Manziratga nima o'rgantirsiz? Qisqa vaqt ichida bir oy burun kelgan bo'lsam, shu vaqt ichida oddiy pardadan, oddiy kachalardan tortib teatraliyatdan o'rgandim. Shu sizni tanlaganimdan mamnunman, xursandman, rahmat. Sizga rahmat. Narsalarim shu pardalari zo'r. O'rganib turibmiz. Sxema asosida santimetr hammasasi bir bo'lib turibdi. Zo'r ish qilib. Ajoyib. Omadingizni bersin. Rahmat. Taraflab kelganlarga bemalol o'zimdan kelib chiqib ayta olaman shuni. O'ylaganingizdan ham a'lo bo'lar ekan. O'tib turgan bugungi darsligimizda beraman deb turgan savollarim aytilmasidan burun o'zi menga tushuntirilib ketyapti. Endi men o'rgangan hamma fasonlarimni oy oxirida bir oyga o'zi kelganman, cho'zilib ketmasa 2 oyga yo 1,5 oyga hamma darsliklarimni bo'lishaman sizlar bilan. Maslahatim kelinglar. O'zi aytmoqchi, ruh tanlagan, adashmabman. Menga bu boshqa viloyatdan, Namangandan Oydinoy opa telefon qildi, siz yanglishmadingiz, to'g'ri tanlov qildingiz dedi. Imkoniyatim bor ekan, niyat qildim yaxshi, tez keldim. Shu narsaga yetishdim niyatimga. Endi maqsadim hamma fasonlarini o'zi chiroyli tarzda bizni tilda tushuntirib beryapti, o'zlashtirib Andijonimizga olib borib, opaga o'xshab biz ham o'zi chiroyli tarzda bizni tilda tushuntirib beryapti, o'zlashtirib Andijonimizga olib borib, opaga o'xshab biz ham misol ko'pchilikka foydamiz tegishini xohlayman. Katta rahmat ustoz. Sizlarga ham rahmat. 20 soatlik yo'lni bosib, shogird bo'lib kelib, shu yerda hunar o'rganish uchun kelib turganlaringiz uchun sizlarga ham rahmat. Opa qanday
aloqada qanday bo'lsa kelganimda xuddi shunday bu qanaqadir opa uchun haligi nima o'zim anaqa qilish emas, maqtash yuragimdan chiqyapti. Hayajon bo'lgan, opa qanaqa bo'ladi itdagi qizlar o'rgana olamanmi degan narsa bo'lgan. Hamma jamoadagi qizlarga, o'zim tengqur dugonalarimga Alloh rozi bo'lsin hammasidan rosa ham xursandman. Xudo xolasa har yili kelish niyatim bor. Yangiliklar uchun ham, yaqinlarimni ko'rish uchun ham shunaqangi mehmondo'st, samimiy insonlar ekan xorazmliklar. Rahmat hammaga. Sizga ham rahmat. Durdona xush kelibsiz. Rahmat. Kecha keldinglar, nimalarni o'rganib turibsizlar, nimalarni olib turibsizlar? Ikkinchida masalan. Birinchi kunimizdan biz ustanovka jarayonida bo'ldik. Tanishishimiz o'sha paytda bo'ldi, chunki keldik betga, ketib qoldik. Biz gaplashganimizda, telefonda, SMSda har bir qo'ng'iroqlarimga javob bergan. Men bu yerga kelishim, kuzatishim oktyabr oyida bo'lgan. Shu paytda gaplashdim opa bilan. O'sha paytdan shekki maqsadim bo'ldi, Alloh yetishtirdi shu maqsadimga. Shu narsani aytmoqchiman, menga o'xshab boshqa viloyatlardan, misol Andijon, Namangan, yana boshqa viloyatlardan kelish niyatida bo'lgan chevar qizlarimizga bemalol tavsiya qilaman. Misol biz chetdan kelib, itdagi atmosferani, qizlar ko'p, ularni haligi qanaqa bo'ladi, kelgan muhim ustoz. Hali men Mashqara qizim nima o'rganding? Ko'p narsalarni, umuman pardaga qiziqman bo'lsam, shu Lenapkam yoniga kelib, ko'p pardalarni, italyanka fasollarini, teatralka, toza chiqib turgan aylet fasollarini, bu fasollarini, ko'p fasollarni tikib turibmiz. Bu yerda bichilish, tikilish jarayonlari, sxemalar, darslar, hech narsani yashirmay, sertifikatlar hammasini o'rgatib turibsiz. Ustanovkalar, pardalarni ildirish, hamma jarayonni o'rganib turibmiz. Bera galasiga gap turgan qizlar hammasini tavsiya etamiz, tezroq kelinglar. Aynan. Yaxshi o'rganib turibmiz. Ustozman bu sohada, sizning ustozni tanlaganimdan juda xursandman. Shu parda sohasida qaysi ustoza borsam ekan, qaysi pardachiga borsam ekan deb o'ylanib yurgan qizlarga bemalol sizni tavsiya etaman. Ilohim bizlar ham sizni yo'lingizni bersin, sizning bizlar ham pardachi bo'lib yetishalik. Men bu kursni tanlaganimdan juda xursandman. Rahmat sizga. Merci, shalom. Rahmat.